Kutilmaganda paydo bo'lgan virus shaharni shiddat bilan egallab bormoqda. Odamlar hayron, nima qilishni hech kim bilmayapti. Bizga yordam kerak va shaharni tuman bosgan. Hamma hayron. Wow, yana vahima. Jennerson aql. Oppa, klient, hoy. Tak, bu yerda taksi bor. Ular ishlamayapti, faqatgina men ishlayapman. Bu tak, stop. Bu yana kim bo'ldi? Hoy. Jennerson, nahotki zombilar haqidagi mishmishlar haqiqat bo'lsa? Yo, ha, aytdim-a nimaga shaharda odam yo'q deb. Jennerson, bekor ishonmabman yangiliklarga. Ha, radioni ham bekor o'chirib qo'ydim. Ha, o'zini yo'ldan balki birorta alkash bo'lishi ham mumkin. Kim bilsin bularni. Mayli, asosiysi zombi bo'lmasa bo'lgan, aks holda qanaqasiga pul ishlayman. Zombi taksiga aylanishimga to'g'ri keladi va o'zim ham zombiga aylansam, zombilarni tashish bilan shug'ullanaman. Ha, unchalik ham yaxshi hayotiy perspektiva emas. Ha, mayli, nima bo'lgan taqdirda ham biz taksichilar xalqi judayam moslashuvchanmiz. Istalgan joydan sekin bu yana kim bo'ldi? Oy, bolakay, aqldan ozganmisan, bosib ketishi mumkin endi. Bilmayapman, iltimos sizdan. Jennerson, boradigan joying yo'qmi? Yo'q, faqat uyga. Dadam ko'p pul beradilar. Bo'pti, davay, ketdik. Katta rahmat sizga. Mehnat uyida yashayman. Mehnat uyi. Ha. Okey, ketdik unda. Faqat tepagacha meni olib borib kuzatib qo'ying. Juda ham qo'rqaman, u yerda zombi yotibdi. Zombi? Ha, mayli, kuzatib qo'yish bo'lsa kuzatib qo'yishda. Dadang pul to'lasa bo'lgani. Ha, dadam pul to'laydilar, xavotir olmang. Okey, qani ketdik. O'zi nimadan boshlandi zombi apokalipsis, bilmaysanmi? Yo'q, bilmayman. Shunchaki televizordan aytib qolishdi. Ha, men ham shundoq radio eshitib o'tirgandim. Aytib qolsa bo'ladimi? Zombi apokalipsis, kasalxonalar to'lib ketgan virus deb aqldan ozish mumkin. Ha, to'g'ri. Oppa. Taksi turibdimi? Ha. G'alati. Nimasi? Xuddi menikiga o'xshar ekan. Rostdan ham ketdikmi? Ha, ketdik. Shubhali. Ketdik. Okey, davay, ko'rsatchi menga. Mana zombi. Rostdan ham. Okey, qayerda yashaysan? Shu yerdan bir qavat tepada. Okey, davay, olg'a. Okey dever ekansizda. Ha, okey, meni sevimli so'zim. Okey. Ajoyib. Dada, men keldim, eshikni oching. Dada. Kira qol o'g'lim. Mana bu odam meni olib kelib qo'ydi. Katta rahmat o'g'limni olib kelganing uchun. Men taksistman, pul bering. Ket bu yerdan. Nima? Otib tashlamaгаnim uchun rahmat de va ket. Xo'p, rahmat sizga. Bo'pti. Endi so'r bu yerdan. Mayli, Jennerson, lekin yaxshilik qilganima. Katta rahmat. Bilaman senda. Zombi Jennerson, o'qlar tiqilib qoldi, yordam ber. Hozir. Jennerson. Yo'q. Faqat yo'q, eshitda davom et uni. Menga yaqinlashma. Jennerson. Mayli. Mana senga. Bo'ldi. Minus zombi Jennerson. Shunchaki pulni to'laganda balki bunday bo'lmagan bo'lardi. Xo'sh, oppa, patronlar qani? Yo'qmi? Ajoyib patronlar bor. Yaxshi, endi bu yerdan ketsam bo'ladi. Qiziq, buni qanday o'qlar edi-ya? O'yinlarda ko'rgandim. Mayli, hozir o'qlab olaman. Tak, yaxshi. Ajoyib. O'qlab oldim. Zo'r. Dadamni o'ldirdingizmi? Yo'q, bu zombi edi. Zombi. Jennerson ketdi, menga nima? Pul ham to'lashmadi. Endi esa Jennerson odam o'ldirdim, lekin axir bular endi odamlar emas, bular zombilar. Jennerson. Mayli, nima bo'lgan? Tak, stop. Mashina ikkinchisi qani? Yo'q, o'g'irlab ketganga o'xshashadi. Agarda Jennerson qo'shimcha mashina yonimda turmaganida menikini olib ketishardi. Omadim keldi, aqldan ozish mumkin. Mayli. Endi bu yerdan shunchaki ketsam bo'lgani. Hozir uyga boraman va o'sha yerda o'tiraman. Qurol ham bor, patronlar yetarli. Bir necha kun ko'chaga chiqmasam, harbiylar zombilarni o'ldirib tashlashadi. Tuman ham ketadi. Jennerson, bu yana kim bo'ldi? To'xta, iltimos, menga yordam kerak. Yo'q, men hech kimga yordam bera olmayman. Iltimos, oilam banditlar qo'lida, menga yordam ber. Juda ham ko'p pul to'layman. Aniq. Bo'pti, davay, mina qol mashinaga, lekin pul to'lamasang qara, lekin. To'layman, xavotir olma. Meni olib borib qo'ysang, katta rahmat degan bo'lardim. Katta rahmat, menga pul to'lash kerak. Ha, to'layman, shunchaki majoziy ma'noda aytdim. Tushunarli. Bizda o'zi qanday zombi apokalipsis boshlandi? Tarixi juda ham uzun, lekin aytib bera olmayman. Nima uchun? Bu juda ham katta sir, senga aytsam. Tushunarli. Hech bo'lmasa manzilni aytirsan. Avenue 16. Orqa podyezdda to'xtasang bo'lgani. Domlarnimi? Unda mana bu yerdan o'tamiz. Ajoyib. Hozir tak, sekin.
Okey, mayli. Zombi apokalipsda qirilgan mashina bilan yursam hech narsa qilmaydi. Ha. Mayli, ketdik. Chinursin, sekin tushirdim eng oxirdami? Ha. Okey. Bu taraflarga kamdan kam o'taman. Ha. Xo'sh, qani, yana yuraveraymi? Yuraver, hali bor oxirigacha. Davay, mayli. Oxirigacha bo'lsa, oxirigacha. Xo'sh, endichi? Yana ozgina. Oppa, ochiq podez bor ekan. Yana yuraver. Xo'p. Shu yerdami? Ha. Yaxshi, unda mashinadan tushamiz. Sen ketib menga yordam berasan. Yordam? Ha, shunchaki qorovullik qilsang bo'lgani, hech kimni o'ldirishing shart emas. Okey, o'ldirish? Albatta, bu yerda banditlar bor. Shu yerda turib tursang bo'lgani meni kutib. Aha, men ketdim. Xo'sh, ehtiyot bo'lish kerak. O'zim ham o'ylaganimdek kutib turibdi. Bir o'zi o'tiribdi. Okey, nima qilishni bilaman. Qani kelchi. Eshikni yopmabdi-ku, Jennerson. Nimaga bular eshikni yopishni o'rganishmaydi-ya? Ha, mayli. Bo'pti. Asabiylashmaslik kerak, asosiysi pulim bergisa bo'lgani. Shu bilan uyga ketaman. Kutish kerak xolos. Bo'ldi, hammangizga o'lim, ifloslar. Mana senga. Trevoga bu. Tushunmadim. Nima qilyapsizlar? Hoy, meni ot shart emas. Men taslimman. Bo'ldi, bilasanmi? Men o'zi bular bilan birga emasman. Tushunursin. O'lgurmaganga yo'q. Yo'q qizim. Frogi. Yo'q. Tushunursin. O'ldirishdi-da. Sizmi? Nima Frogi o'ldimi? O'g'lim, tirik ekansan. Xudoga shukr, chiq bu yerdan. Yo'q, Frogi o'lgani yo'q, chiq. Nima bo'ldi unda? Hammasini aytib beraman, chiqa qol. Faqatgina bu tarafga qarama, xo'pmi? Chiqish tarafga qara. Xo'p. Dada, bu odamlar kim? Bu haqida o'ylama. Hammasini keyin tushuntirib beraman. Xonangga kir. Xo'p, o'zi nima bo'lyapti? Hammasini tushuntirib beraman. Bor, kravatingga o'tir, xo'pmi hozir? Xo'p. Jenurson, menga quloq sol, xo'pmi? Xo'p. Jenurson. Frogi, yo'q. Mayli. Bu ishlarni kim qilganini bilaman. Kim uyimga banditlarni jo'natganini. Hech qisi yo'q. Hozir men qasos olishga boraman va ana shunda Frogi uchun ham hamma uchun ko'rsatib qo'yaman. Hammasi tugadimi? Deyarli tugadi. Menga yana bir yordaming kerak. Yur men bilan. Nima qilishim kerak? O'g'limga qarab tur. O'g'lingga? Ha, u yerda xullas banditlar bor. Banditlarning o'liklaridan qurollarni olishing mumkin. Senga qo'shimcha to'lov bo'ladi. Tayyormisan? Qurollar bo'lsa mayli. Davay, unda bor, qarab tur, xo'pmi? Xo'p, mayli. Senchi? Men ishim bor. Men qasos olishim kerak. Bu yerda xunrezlik qilibsan. Nursin, shuncha jasadlar. Aqldan ozish mumkin. Ha, ular yomon odamlar edi. Qurollari senga boy aytganimdek. Men ketdim. Ko'radi mendan. Oddiy politsiyachimi desam, Terminator ekan-ku. Ha, mayli. Okey, o'l qayerda ekan endi? Tushunursin. Assalom. Assalomu alaykum. Siz kimsiz? Men dadangning do'sti bo'laman. Mendan qo'rqmasang ham bo'ladi. Isming nima? Ismim? Ha, isming? Bilasan, menda ozgina ishlar bor. Ishlar qanaqa ishlar? Mana bu odamlarni bir ikki narsasini olishim kerak. Sen bir o'zing indamay o'tira olasan shu yerda. Ha, o'tira olaman, nima edi? O'tira olsang yaxshi bo'ladi. Men ishlarimni bitirib olishim kerak, xo'pmi? Frogi qayerdaligini bilmaysizmi? Opam. Afsuski bilmayman, balki dadang bilandir. Men hozir, xo'pmi? Xo'p. Eshikni esa yopib qo'yaman. Ajoyib. Endi mana bu odamlarning qurollarini ham yig'ib olsam bo'lgani. Jennerson shuncha odamni o'ldirib tashladi-ya. 3 kishini jasadi yotibdi. Bo'pti, nima bo'lsa ham bular meni ishim. Jennerson, bu yana kim? Frogi. Shu bo'lsa kerak. Yo'q. Qurollar. Qo'yir, bunaqasini faqatgina kinolarda ko'rgandim. Haqiqiy vs katta. Stop, bular yana kim bo'ldi? Yana banditlarmi? Jennerson. Yo'q, buni qiz bo'lishi mumkin emas. Yo'q, Jennerson, bola qolsin. O'zimning hayotim shirinroq. Yo'q. Boyaga odamlarning sheriklar kelgan bo'lsa kerak. Agar yurda meni ko'rib qolishsa-chi, tirik qolmasligim aniq. Men qilmaganimga ham ishonishmasa kerak. Yo'q. Umid qilamanki, hozir men o'ylagan narsa bo'lmadi. Bo'pti, ketdim. Jennerson, meni muammoim emas. Yana pul ola olmay qoldim. Mayli. Uyga yetib borsam bo'lgani.
qolgani qiziq emas. Voy, shoshma, iltimos yigitcha. Jin Ursin, bu yana kim bo'ldi? Nima kerak sizga? Meni tashlandiq binoga olib borib qo'y, iltimos. Istagancha pulingni to'lashib bo'pti. Aniq. Bo'pti, mening davay. Katta rahmat, umringiz ziyoda bo'lsin o'g'lim. O'zi yerda nima qilmoqchisiz? Men bir kitobni qidiryapman. Kitobni? Nima kitob ekan? Afsuski buni ayta olmayman. Afsuski, men ortimdan KGB yuribdi meni qidirib. Afsuski ular ham shu kitobni qidirishyapti. Afsus. O'zi u kitobda nima yozilgan? Afsuski ayta olmayman. Qaytaryapman yana. Mayli. Boshqa savol bermayman. Ismingizni bilsam bo'ladimi hech bo'lmasa? Mening ismim Steve. Ajoyib ism, juda ham original. Senikichi? Mening ismim Reder. Qisqacha qilib Dert deyishingiz mumkin. Tushunarli. Telefon raqamingni olib qolsam bo'ladimi? Yo'q, men telefon ishlatmayman. Nima uchun? Shunchaki TikTokka ko'p vaqtim ketavergani uchun telefondan quturdim. TikTok nima edi o'zi? TikTok xullas, nima desam ekan, nabiralaringizdan so'rasangiz tushuntirib berishadi. Umid qilamanki ular hozir tirik. Bo'ldi, yetib keldik. Ajoyib. Buni yugurib ketganicha pulchi? Nima? Pul? Pul. Hozir sanab beraman. Davay. Hozir mana olishim mumkin. Kechira bo'lagina, men istamagandim bular qolib ketishini. Mana, rahmat. Ajoyib. Bu yerda nima bo'lyapti? Otib tashladimi? Cholni otib tashladi. Bo'ldi, meni ketish vaqtim bo'ldi. Hammaga rahmat. Men tarafga qarayapti. Yo'q, menga muammolar kerak emas. Hammasini tushundim. Bo'ldi, bu yerdan ketaman. Jin Ursin nimalarga aralashib qoldim-a? Jin Ursin. Taksimi bu? Bu taksi. Yaxshi tushyapman. Hayronman, meni hali o'tib tashlashmaganiga. Qiziq, banditlar ko'chaga chiqqanga o'xshaydi, lekin hozircha tirikman, bu yaxshi. Salom. Assalomu alaykum. Nima xizmat? Meni bir joyga olib borib qo'ya olasanmi? Qayoqqa? Kottejga. Shu yerga. Hammasini zapravka qilib chiqib ketamiz, xo'pmi? Xo'p, yaxshi. Lekin zapravka ishlayaptimikan? Zombi apokalipsis bo'lib yotibdi, yo'q. Rostdan ham juda ham ko'p zombilar, lekin unchalik ham ko'rmadim zombi. Bittagina ikkita zombini ko'rdim, xolos. Qolgani odamlar hammasi bir-birlarini o'ldirib yotishibdi. Odamlar ham ancha quturib qolishdi. Qonun salgina yo'q bo'lsa, birdaniga boshlanadi bularda. Mana bu tumandan ham hech narsa ko'rmayapti. Nimasini aytasan? O'tib ketib qoldik-a? Ismingizni bilsam bo'ladimi? Mening ismim Ahmad. Janob Ahmad, mening ismim Reder. Tanishganimdan xursandman, Reder. Yaxshi. Mana shu yerda to'xtasam bo'ladi-a? Ko'ryapsizmi? Ko'ryapman. Mana zombilarni so'rayotgan eding. Zombilar chiqdi, nima qilamiz? Qurolingiz bor-a? Bor, kalash bor. Ajoyib, unda hozir otishmaga chiqamiz. Xuddi kinolardagidek. Xuddi kinolardagidek. Ketdikmi? Ketdik. Zombilarni qarashni boshlaymiz. Bo'pti, janob Ahmad. Unda men VSS bilan. Gap yo'q, Drobovik VSS. Xo'sh. Ketdikmi? Ketdik. Sen o'zing mo'ljalga qarab o'tiribsan. To'g'ri aytasiz. Olg'a. Hozir biz bu zombilarga ko'rsatib qo'yamiz. Olg'a. Davay, qani. Faqatgina men uncha otishni yaxshi bilmayman. Qanaqa duraman seni iloji boricha. Davay, okey. Sekin. Bo'ldi. Jin Ursin, bularni ko'pligini-chi. Zapravka to'la mashina, hammalari kasallanganga o'xshaydi. Hozir uxlab olay, yordam beraman. Okey. Jin Ursin, buni qilish kerak. O'ldir hammasini. O'ldiryapman. Bo'ldi. Yaxshi. Endi nima qilamiz? Hammasini o'ldirishimiz kerak. Aks holda bizga zapravka qilishga qo'yishmaydi. Qiziq, mashinalar ichida ovqat bormikin? Bo'lishi mumkin. Qidirib ko'rish kerak menimcha. To'g'ri aytasan. Nima deysan? Otishma zo'r ketyaptimi? Menimcha juda ham zo'r ketyapti. Adrenalinga boy bularni ko'pligini-chi. Hozir uxlab olay, yordam beraman. Kutib tur, uka. Bo'ldi. O'ldiraver men bu yerdagilarni. Yaxshi. Sekin mana senga Jin Ursin bo'ldi. Ajoyib. O'zi nima qilibsan zombi apokalipsisda? Hamma o'z maqsadi bilan yuribdi. Men shunchaki taksi qilib pul ishlamoqchiman. Zombi apokalipsisda endi men zombi taksist bo'ldim. Ajoyib. O'zingizchi? O'zingiz kottejda nima qilmoqchisiz? Yaqinlaringizmi u yerda? Anarog'i sobiq yaqinim. Sobiq yaqiningiz? Xotinim menga xiyonat qilib ketdi. Tasavvur qilyapsanmi? Qamoqdaligingizda? Yaqindagina qamoqdan chiqdim. Bilib qarasamki, ana o'sha yerda kottejda bir boyvachcha biznesmen bilan birga yashab yuribdi ekan. Yomon hamdardman sizga. Zombilar qolmadi shekilli. Juda ham o'zi qanji qayol edi. Hech qisi yo'q. Hozir borsam ikkoviga ham ko'rsatib qo'yaman. Bo'ldi, uka, mashinangni olib kel, zapravka qilamiz.
Da, hozir kutib turing. Aha. Jin ursin. Ha, taqdiri unchalik ham oson bo'lmagan odamga o'xshayapti. O'zi qamalib chiqdi, yana xotini ham xiyonat qilibdi. Yomon. Mayli, shuncha mashinalar turibdi-ya, jin ursin. Birortasini o'g'irlab ketsa, o'zimni Jigulim yaxshi. Zombi taksichiman axir endi. Bu juda ham zo'r. Faqatgina buzilib qolmasa bo'lgani. Jiguli bir buzilsa, uni tuzatishga yarim umrim ketadigan bo'ladi. Ayniqsa hozir ustalarim yo'q bo'lib ketgandir yoki zombilarga aylanib qolishgan. Tak, yaxshi. Bo'sh joy bu yerda yo'q. Menimcha taksi ekan bo'ldi. Ana o'sha Ahmadning yonida bor edi. Tak, o'tib ketib qolding. O'tib ketib qolding. U yerda ikkita mashina turibdi shundoq ham. Hozir mana bu yerga. Mana bu yer bo'sh ekan. Ha, hozir shu yerda to'xtayman. Bo'ldi. Shoshma, dirb. Oxir mashinalarni hali qidirib chiqqanim yo'q. Sen zapravka qilaver. Men hozir mashinalarni qidirib chiqaman, xo'pmi? Xo'p. Tak, yonilg'i bo'lsa bo'lgani ochishimiz kerak bachokni va zapravka qilamiz. Mayli. Tak, yaxshi. Qidirib yuribdi, bosh ko'rinyapti. Juda ham hamyoq tuman bo'lib yotgani uchun unchalik ham yaxshi emas. Kutamiz nima ham qilardik. Mashinamga gap bo'lishi mumkin emas. Afsuski unchalik ham ko'p pul ishlay olmadim. Faqatgina ana bu choldan ishladim va baribir lekin bechora bolani tashlab ketganim yomon bo'ldi. Qara nimalar. Oppa, bir qutuya. Mana bu MCS mashinasining ichida bor ekan. Zo'r, davay, bagajnikka soling. Davay, ketdik. Hozir yo'lga chiqamiz. Demak, siz xotiningizni ukasi uchun qamalib o'tirib chiqdingiz? Yo'q, chiqqaningizda esa, bilishimcha menga xiyonat qilibdi. Yomon, juda ham yomon. Hozir borsam, hammasini bilasanmi nima qilaman? Nima qilasiz? Otib tashlang. Yo'q, otib tashlamayman. Birinchi ichak-chavuqlarni sug'urib olaman. Zombilar. Bu xavfli. Hozir o'zimizni ichak-chavuqlarimizni sug'urib olishlari mumkin. Ayniqsa zapravkadek ko'p bo'lsa, menda deyarli patronlar qolmadi. Menda ham. Senda hech bo'lmasa ikkita qurol. To'g'ri aytasiz, shunisiga ham rahmat. Ketdikmi? Ketdik. Biz hozir zombilarga ko'rsatib qo'yamiz. Bu yerda kim boshliq ekanini. Davay, ketdik. Xo'sh, hozircha bor yo'q ikkita zombini ko'ryapman. Menga esa hech narsa ko'rinmayapti. Yaxshamki pritsel bor ekan. Unda siz unchalik ham o'q otishga harakat qilmang. Men o'zim hozir bo'ldi, zombilar qolmaganga o'xshaydi. Yaxshi, ko'chaning tarafini qarachi, zombilar o'sha yerda turganda ko'pchilik bo'lib. Boshqa hech kim yo'q ekan. Bo'pti, unda men ketdim. Qaysi tarafga? Ana shu tarafga. Yuring, sizni kuzatib qo'yaman. Nima uchun? Axir men zombi taksichiman. Sizni zombilar yeb qo'ymasligiga ishonchim komil bo'lishi kerak. Ayniqsa o'qlaringiz kam ekan. Ketdik. Rahmat. Ana shu yerda teskariroq turgan uy bor. Teskari turgan uy, zabor bilan. Zabor. Ko'rdim. Mana bu yerda ekan. Axir bu yerda qancha odam yashaydi. Hozir esa uylar bo'm-bo'sh bo'lib yotibdi va odamlar zombiga aylangan. Umid qilamanki, menga kerak odamlar zombiga aylanmagan. Yaxshi bo'lardi. Xo'sh, mendan qancha bo'ladi? Ko'nglingizdan chiqarib beravering. Shundaymi? Mayli. Men hozir baribir ketishim kerak. Rahmat, qancha bu yerda? Sanab olarsan. Hammasi shu edi. Rahmat. Omad sizga, senga ham. Bo'pti. Eshikni bir tepib buzib kirdi. Chin ursam bo'ldi. Qolgani men ishim emas, oilaviy muammolar bilan o'zlari shug'ullanaversinlar. Men esa ketdim. Lekin juda ham zo'r odam ekan. Qaniydi u bilan bir jamoa bo'lib ishlasak, вообще chotki bo'lardi. U meni yonimda o'tirib himoya qilgan bo'lardi har xil aqldan ozgan klientlardan. Qanaqangi zombi taksi. Bu hozir zombi apokalipsning birinchi kuni uchun o'yin. Bir necha kundan so'ng esa odamlar aqldan ozishni boshlashadi. Ovqat uchun, qurollar uchun. Ana shunda haqiqiy jang boshlandi va faqatgina kuchlilar tirik qoladi. Kuchli bo'lmasak ham, hech bo'lmasa 2 kishi bo'lsak, tirik qolishimizga imkoniyatlarimiz oshgan bo'lardi-ku, nima ham qilardik? Mayli. Bo'pti, ketdim. Tak, sekin mana shu yerdan borib o'tishimiz kerak va bu chin ursin. Nimaga o'ynachi deyapsan? Jin ursin. Nimaga o'ynachi deyapsan? Chiq mashinadan tezroq. Chiq deyapman senga. Xo'p, bo'ldi, mana chiqyapman. Isming nima edi? Dirb. Yur orqamdan. Davay oldimga tush. Tez uyga kir. Xo'p. Vahima qilma iltimos. Davay, bo'l. Agar o'g'limga biror nima bo'lgan bo'lsa, mendan ko'rasan. Xo'p, chin ursin. Qo'y, shoshma. Bilasanmi, shunaqangi holat bo'lib qoldiki. Kir ichkariga. Okey, bo'pti. Davay, xonaga kir. Jasadlar qani? Shunchaki jasadlar. Yo'q. O'g'lim. Yo'q. Chin ursin. O'g'lim. Sen uni o'ldirgansan. O'ldirganim yo'q, shunchaki qochishga majbur bo'ldim, banditlar kelib qoldi. Endimi?
Janob Ahmad. Ha, menman. Meni qutqardingiz. Aha, o'zi bu kim bo'ladi? Bilmasam tanimayman, bu yerda yosh bola jasadi yotibdi. Demak, uni tanimaysanmi? Yo'q, tanimayman bu yerda. Shunchaki, cho'zib o'tirmasan, shunchaki ikkovini ham otib tashlab chiqib qarasam, sen ketyapsan. Keyin esa mana bu politsiyachi seni to'xtatib olib ketib qolsa bo'ladimi? Va mana orqangdan tushdim. Katta rahmat, hayotimni saqlab qoldingiz. Katta rahmat sizga. Keling bag'rimga bosay. Yo'q, shart emas. Ahmoq Redar, biz senga qarshi pul tikkandim axir. Men aytganimku tirik qoladi deb. Va Ahmadam yaxshi o'ynadi. Bo'pti, men ketdim. Chin ursin. Boshqa politsiyachilarga pul tikmayman. Darb ketganman endi. O'lib qolsa-chi.